Bugun sizlar bilan 5 barmoq tayinlaydigan joylarga borib, ularni yeb ko'ramiz. Eng zo'r, eng mazali tayyorlagan oshpazga shu Samsung telefonini sovg'a qilamiz. Bizda birinchi joy Bekosiyo. Joylari juda ham shohona ekan. 5 barmoqni buyurtma qildim. Mana shunaqa sho'rva ham qo'shib berishar ekan. Rossiya ham qaynoqqina keldi o'zi ham. Undan keyin taxtalaganda 5 barmoq keldi. Ustida go'sht, qaziq, hattoki iliy suvilari ham bor ekan. Mazasi ajoyib. Ikkinchi manzilimiz Chernevkada joylashgan Ikrom 5 barmoq bo'ldi. Haqiqiy qozoncha atmosferali o'tovlar, oshxonani ham ishirasa qizg'in ketyapti. Siz ham ishtahangiz ochilib ketdi-ya. Birinchi bulyon, keyin xamir yetib keldi. Xamirlari pardada yuvib qo'yilgan. Go'sht alohida berilar ekan. Qaziq, qarta go'shtlari qalingina kesilibdi. Umrimda birinchi marta suyli qazini shetda ko'rdim. Va nihoyat O'zbekistondagi eng mashhur 5 barmoq tayyorlaydigan partentga ham yetib keldik. Oshpazlar tinim bilishmayapti. Bir tarafda xamirlar, bir tarafda go'shtli konveyeri bo'lib, mijozlar tomon yo'l olishyapti. Bu joyda o'tovdan joy topish juda ham qiyin. Lekin omadimiz keldi. Qimizni ichib 5 barmoqlarimizni ham kutib oldik. Ko'rinishi ajoyib. Xamirlari ham, go'shti ham juda ham maromada yetilgan. Jamoamiz bilan Bekosiyo va Parkentdan qaysi birini tanlashga juda ham qiynaldik. Va nihoyat Bekosiyodagi oshpazni g'olib deb topdik va sovg'ani egasiga topshirdik.